Assalomu alaykum, aziz opa-singillar, onaxonlar va ularning farzandlari. Bugun men ayol pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani sodda tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot faqat pensiya olayotgan ayollarga emas, hali pensiya chiqmagan, lekin yaqin yillarda pensiya yoshiga yetadigan barcha ayollarga ham tegishli. Chunki ko'pchilik ayollar pensiya tayinlanganda o'zlariga tegishli bo'lgan ayrim davrlar, qo'shimcha huquqlar yoki qayta hisoblash imkoniyatlari borligini bilmay qoladi. Men sizdan iltimos qilaman, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta hujjat, bitta ariza yoki bitta e'tibor berilmagan davr pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni onangizga, opangizga, qo'shningizga, keliningizga yuboring. Chunki bugungi gapimiz hammani xursand qiladigan, lekin ko'pchilik hali to'liq tushunib olmagan yangi tartib va amaliy imkoniyatlar haqida bo'ladi. Men avvalo muammoni ochiq aytaman, juda ko'p ayollar butun umr mehnat qiladi. Farzand tarbiyalaydi. Uy ishini, dala ishini, rasmiy ishni, norasmiy mehnatni birga olib boradi. Lekin pensiya tayinlash vaqtida hamma davr ham avtomatik ko'rinavermaydi. Ba'zan arxiv hujjat topilmaydi. Ba'zan ish joyi yopilib ketgan bo'ladi. Ba'zan ayol kishi farzand parvarishida bo'lgan davrini pensiya hisobiga kiritish mumkinligini bilmaydi. Natijada pensiya kamroq chiqadi yoki qayta hisoblatish imkoniyati bor bo'lsa ham odamlar murojaat qilmay yuraveradi. Oldin ko'pchilik nima deb o'ylardi? Pensiya bir martada tayinlandi, tamom, endi uni o'zgartirib bo'lmaydi deb o'ylardi. Yoki men pensiya chiqib bo'lganman, endi hujjat topshirsam foydasi yo'q deb hisoblashardi. Aslida bunday emas. Agar pensiya tayinlangan paytda hisobga olinmagan ish staji, maosh to'g'risidagi ma'lumot, bolalar parvarishi davri, mukofot yoki boshqa tasdiqlovchi hujjat keyin topilsa, ayol pensionerlar pensiyasini qayta ko'rib chiqish bo'yicha murojaat qilishi mumkin. Yangi tartiblarning asosiy qulayligi ham shunda: fuqaroga o'z huquqini tiklash, ma'lumotlarni aniqlashtirish. Hujjatlarni elektron yoki mahalliy bo'lim orqali topshirish imkoniyati ancha yengillashdi. Bu yerda men juda muhim narsani ta'kidlayman. Har bir ayolga bir xil miqdorda qo'shimcha pul beriladi deb tushunmaslik kerak. Gap shundaki, har bir ayolning ish staji, ish haqi, farzand parvarishi davri, ishlagan tashkiloti, pensiyaga chiqqan yili va avval taqdim etgan hujjatlari har xil. Shuning uchun natija ham har xil bo'ladi. Kimdadir pensiya oshishi mumkin, kimdadir faqat hujjatlar tartibga solinadi, kimdadir esa avval hammasi to'g'ri hisoblangan bo'lib, qo'shimcha o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Men bu o'zgarishni oddiy qilib tushuntiraman. Avvallari odamlar ko'p hollarda pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, qog'oz hujjatlarni izlab, arxiv yurishga majbur bo'lardi. Hozir esa ko'plab ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Davlat xizmatlari markazlari, MyBankUz portali, mahalla va tegishli bo'limlar orqali murojaat qilish yo'llari kengaymoqda. Bu ayniqsa ayollar uchun muhim. Chunki ayol kishining mehnat yo'li ko'pincha uzluksiz bitta joyda emas, balki turli bosqichlardan iborat bo'ladi. Masalan, bir ayol 20 yoshda tikuv fabrikasida ishlagan, keyin turmushga chiqqan, 2 nafar farzand ko'rgan, bir necha yil farzand parvarishida bo'lgan, keyin maktab oshxonasida ishlagan. Undan keyin mahalladagi bog'chada enaga bo'lib ishlagan. Pensiya tayinlanayotganda agar faqat oxirgi ish joyidagi hujjatlar ko'rilsa, avvalgi davrlar to'liq kirmay qolishi mumkin. Endi ayol kishi yoki uning farzandlari bu davrlarni izlab, tasdiqlovchi hujjatlarni topshirib, pensiya ishini qayta tekshirtirishi mumkin. Buning quvonarli tomoni shundaki, ayol pensioner o'zini yolg'iz his qilmasligi kerak. Men ko'p murojaatlarda shuni ko'raman. Onaxonlarimiz men tushunmayman, qog'ozbozlik qiyin, borib nima deyman deb yuradi. Aslida siz aniq savol bilan borsangiz, masala ancha osonlashadi. Siz mening pensiya ish hujjatlarimda falon yillardagi ish stajim hisobga olinganmi? Farzand parvarishi davrim kiritilganmi? Arxiv ma'lumotim ham topshirilsa, pensiyam qayta hisoblanadimi? deb so'rashingiz kerak. Men birinchi navbatda quyidagi ayollarga e'tiborli bo'lishni maslahat beraman. Agar siz pensiyaga chiqqaningizda eski ish joyingizdan ma'lumotnoma topolmagan bo'lsangiz, albatta tekshirtiring. Chunki keyinroq arxivdan hujjat chiqishi, korxona vorisi topilishi yoki ish haqi to'g'risidagi ma'lumot aniqlanishi mumkin. Bu sizning pensiyangizga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Ikkinchi holat. Agar siz Sovet davrida yoki 1990 yillarda turli korxonalarda ishlagan bo'lsangiz,
lekin mehnat daftarchangizda yozuvlar tushunarsiz. Muhrlar xira, sana noto'g'ri yoki tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, buni ham tekshirtirish kerak. Ko'pincha aynan shunday mayda xatolar sababli bir necha yil staj hisobga olinmay qoladi. Odamlar buni sezmaydi, lekin pensiya hisobida har bir yilning ahamiyati bor. Uchinchi holat ko'p farzandli ayollar. Farzand tarbiyasi bilan bog'liq davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda mehnat stajiga qo'shilishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Biroq bu avtomatik va cheksiz degani emas. Har bir davr, har bir hujjat, har bir farzand bo'yicha ma'lumotlar aniq bo'lishi kerak. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, shaxsiy ma'lumotlardagi familiya o'zgarishi masalalari barchasi muhim. 4-holat. Pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan ayollar. Agar pensioner ayol pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan bo'lsa, ayrim holatlarda qayta hisoblash, ish haqi yoki sug'urta badallari bo'yicha ma'lumotlarni tekshirish zarur bo'lishi mumkin. Men bu yerda yana bir bor aytaman. Har kimda natija bir xil bo'lmaydi, lekin tekshirtirish huquqingiz bor. Keling, men sizga oddiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, Muhabbat opa 6 yoshda pensiya oladi. U 1995 yildan 1992 yilgacha to'qimachilik kombinatida ishlagan, keyin farzand parvarishida bo'lgan. Keyin 2000 yillarda maktabda texnik xodim bo'lib ishlagan. Pensiyaga chiqayotganda kombinat arxivi topilmagani uchun 7 yillik davrning faqat 3 yil hisobga olingan. Oradan vaqt o'tib, tuman arxivida eski buyruqlar va ish haqi vedomoslari borligi ma'lum bo'ladi. Muhabbat opa arxiv ma'lumotnomasini olib, pensiya jamg'armasiga ariza beradi. Agar hujjatlar qonuniy tasdiqlansa, uning pensiya ishi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu holatda qo'shimcha summa kichik bo'lishi ham, sezilarli bo'lishi ham mumkin. Chunki hammasi staj va ish haqi ma'lumotlariga bog'liq. Ikkinchi misol. Saodat opa 3 farzandning onasi. U yoshligida 10 yil ishlagan, keyin uzoq vaqt uyda farzand tarbiyasi bilan shug'ullangan. Pensiyaga chiqqanda u faqat mehnat daftarchasidagi rasmiy ish yillarini topshirgan. Farzand parvarishi davrlari bo'yicha alohida savol bermagan. Keyin farzandi internetdan ma'lumot topib, onasining pensiya ishida bu davrlar qanday hisoblanganini tekshirtiradi. Ma'lum bo'lishicha, ayrim hujjatlar yetishmagan. Tug'ilganlik guvohnomalari, familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar va ariza topshirilgach, masala qayta ko'rib chiqiladi. Natija qonuniy hisob-kitobdan keyin ma'lum bo'ladi. 3-misol. Dilbar opa pensiyaga chiqqandan keyin ham 5 yil do'konda sotuvchi bo'lib rasmiy ishlagan. U ish beruvchi uning uchun barcha to'lovlarni to'lagan deb o'ylagan. Lekin keyin elektron ma'lumotlarda ayrim o'ylar ko'rinmayotgani aniqlangan. Bunday vaziyatda ayol kishi ish beruvchidan ma'lumotnoma, mehnat shartnomasi, buyruq nusxasi yoki ish haqi hisoblanganini ko'rsatuvchi hujjatlarni so'rashi mumkin. Agar haqiqatda rasmiy mehnat bo'lgan bo'lsa, tegishli organlarga murojaat qilib ma'lumotlarni tuzatish yo'li bor. 4-misol. Zaynab opa 58 yoshda. Hali pensiyaga chiqmagan, lekin 2 yildan keyin chiqadi. Men aynan shunday ayollarga ham bugundan tayyorgarlik ko'rishni maslahat beraman. Pensiya yoshiga yaqinlashganda hujjat izlash qiyin bo'ladi. Hozirdan mehnat daftarchasini tekshirish, eski ish joylarining nomini yozib qo'yish, arxiv qayerda ekanini aniqlash, farzandlarning hujjatlarini tayyorlash juda muhim. Shunda pensiya chiqish vaqtida shoshilinch, asabiy va tushunarsiz jarayon bo'lmaydi. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerakligini ham aytaman. Agar siz pensiyaga chiqqaningizda barcha hujjatlaringiz to'liq topshirilgan bo'lsa, ish stajingiz to'liq hisobga olingan bo'lsa, farzand parvarishi davrlari bo'yicha hammasi tekshirilgan bo'lsa, pensiya ishingizda xatolik bo'lmasligi mumkin. Bunday holatda qayta murojaat qilsangiz ham pensiya miqdori o'zgarmasligi ehtimoli bor. Lekin men baribir kamida bir marta pensiya ishingiz bo'yicha tushuntirish olishni foydali deb bilaman. Chunki odam o'z huquqini bilsa, ko'ngli xotirjam bo'ladi. Siz meniki to'g'ri hisoblangan ekan deb ishonch hosil qilasiz. Bu ham muhim natija. Chunki ko'p oilalarda farzandlar onasining pensiyasi kam deb o'ylaydi, lekin qayerdan boshlashni bilmaydi. Bu masalada eng katta xato shuki, odamlar hamma ayollarga pul qo'shilar ekan deb noto'g'ri tushunadi. Men mutaxassis sifatida bunday yondashuvdan ogohlantiraman. Pensiya masalasida har bir holat hujjatga asoslanadi. Og'zaki gap qo'shnining tajribasi, ijtimoiy tarmoqdagi qisqa xabar yetarli emas. Sizga albatta rasmiy hujjat, ma'lumotnoma, ariza va javob kerak bo'ladi.
Yana bir nozik jihat familiya o'zgarishi. Ayollar ko'pincha turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartiradi. Mehnat daftarchasida qiz familiyasi, pasportda turmushdagi familiya, tug'ilganlik guvohnomalarida boshqa yozuv bo'lishi mumkin. Agar bu bog'liqlik hujjatlar bilan isbotlanmasa, ayrim davrlarni tasdiqlash qiyinlashadi. Shuning uchun yo'q guvohnomasi familiya o'zgargani haqidagi hujjat eski pasport ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Yana bir xavfli joy norasmiy ishlagan davr. Ko'p ayollar bozorda, xonadonda, fermer xo'jaligida, qarindoshning do'konida ishlagan bo'ladi, lekin rasmiy shartnoma bo'lmaydi. Afsuski, pensiya hisobida asosan rasmiy tasdiqlangan davrlar muhim. Men ishlaganman, hamma biladi degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun hali ishlayotgan ayollarga men doim aytaman, rasmiy mehnat shartnomasi, soliq va sug'urta to'lovlari, ish haqi hujjatlari kelajakdagi pensiyangiz uchun juda muhim. Yana bir masala, arxivdan olingan ma'lumot ham to'g'ri rasmiylashtirilishi kerak. Unda tashkilot nomi, ishlagan davr, lavozim, buyruq raqami, sana, ish haqi ma'lumotlari muhr va mas'ul shaxs imzosi bo'lishi kerak. Agar ma'lumotnoma noaniq bo'lsa, pensiya jamg'armasi qo'shimcha aniqlik so'rashi mumkin. Bu rad etildi degani emas, balki hujjatni to'g'rilash kerak degani. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men sizga bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, uyda bor hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishiga oid hujjatlar, eski ish joylaridan olingan ma'lumotnomalar, diplom yoki o'qiganlikka oid hujjatlar bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Hujjatlar tartibli bo'lsa, siz ham mutaxassis masalani tezroq tushunadi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni diqqat bilan ko'ring. Qaysi yillarda ishlagansiz, qaysi joylarda tanaffusi bo'lgan, qaysi yozuvlarda muhr yo'q, qaysi joyda san'at tushunarsiz, qaysi tashkilot yopilib ketgan. Bularni alohida qog'ozga yozib chiqing. Masalan, Mingdong'uy So'g'rantasha Mingdong'uy G'osunda Trillar paxta tozalash zavodi. Mingdong'uy G'osunda 6, Mingdong'uy G'osunda 90 yillar bog'cha. 2003-2010 yillar maktab oshxonasi deb yozing. Bu ro'yxat keyingi murojaatda juda yordam beradi. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki elektron portal orqali murojaat qilish imkoniyatini tekshiring. Agar o'zingiz bora olmasangiz, farzandingiz yoki ishonchli vakilingiz yordam berishi mumkin. Lekin vakillik uchun ayrim holatlarda ishonchnoma talab qilinishi mumkinligini unutmang. 4-qadam, arizada aniq yozing. Pensiyamni oshirib bering deb umumiy yozishdan ko'ra, pensiya ishimda falon yillardagi ish stajim hisobga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Farzand parvarishi davrlarim pensiya hisobida inobatga olinmaganini tushuntirib berishingizni so'rayman. Yangi taqdim etilayotgan arxiv ma'lumotnomasi asosida pensiyamni qayta hisoblab chiqishingizni so'rayman deb yozish maqsadga muvofiq. 5-qadam, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjatni oling. Bu juda muhim. Og'zaki topshirib ketdim deb o'ylamang. Ariza raqami, sana qabul qilgan tashkilot nomi bo'lishi kerak. Agar keyin javob kechiksa yoki masala cho'zilsa, aynan shu raqam orqali murojaatingizni kuzatishingiz mumkin. 6-qadam, javobni yozma shaklida oling. Agar pensiya qayta hisoblanmasa, nima sababdan hisoblanmaganini tushuntirishlarini so'rang. Balki hujjat yetishmayotgandir. Balki qonun bo'yicha bu davr qo'shilmasligi mumkin. Balki arxiv ma'lumotida xato bordir. Sababini bilsangiz, keyingi qadamni to'g'ri tanlaysiz. 7-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki qonuniy tartibda murojaat qilish huquqingiz bor. Men har doim tinch, hujjatli va tartibli yo'lni tavsiya qilaman. Shovqin, janjal, asabiylashish foyda bermaydi. Eng kuchli dalil bu to'g'ri hujjat va aniq arizadir. Men bu yerda farzandlarga ham alohida aytmoqchiman. Onangiz men bora olmayman, men tushunmayman, kerak emas deb aytishi mumkin. Lekin siz bir kun vaqt ajratib onangizning hujjatlarini ko'rib chiqsangiz, unga katta yordam bergan bo'lasiz. Ko'p onaxonlarimiz butun umr farzandlari uchun yashagan, endi ularning huquqini himoya qilish farzandlarning burchi. Onangizdan so'rang, qayerlarda ishlagansiz, qaysi yillarda ish joyingiz o'zgargan, qaysi tashkilot yopilib ketgan, mehnat daftarchangiz qayerda, pensiya tayinlanganda qanday hujjatlar topshirgansiz. Ba'zan onalarimiz unutgan bo'ladi. Lekin eski suratlar, eski tanishlar, mahalla oqsoqollari
sobiq hamkasblar orqali ma'lumot topish mumkin. Keyin bu ma'lumotni rasmiy hujjat bilan tasdiqlash yo'li izlanadi. Shuningdek, onangizning telefoni MyBoytGov.uz bank ilovalari yoki davlat xizmatlariga kirish imkoniyati bo'lsa, parollarni tartibga soling, lekin ehtiyot bo'ling. Hech kimga SMS kod bermang, karta ma'lumotlarini begonalarga aytmang. Pensiyangizni oshirib beraman degan noma'lum odamlarga pul bermang. Pensiya masalasi rasmiy idoralar orqali hal qilinadi. Ko'chadagi vositachi orqali emas. Afsuski, yangi qo'yda yangi to'lov, yangi imtiyoz degan gap chiqqanda firibgarlar ham faollashadi. Ular telefon qilib, sizga qo'shimcha pul chiqdi, kartangiz raqamini ayting, SMS kodini yuboring, oldindan xizmat haqi to'lang deb aldashi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman, hech qachon SMS kodini aytmang. Bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini bermang. Notanish havolalarga kirmang. Rasmiy tashkilot sizdan telefon orqali karta parolini so'ramaydi. Agar kimdir men pensiya jamg'armasidanman deb telefon qilsa, shoshilmang. Uning ism familiyasini, qaysi bo'limdan ekanini so'rang. Keyin o'zingiz rasmiy telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib aniqlashtiring. Onaxonlarimiz ishonuvchan bo'ladi. Shuning uchun bu videoni ularga yuborish juda muhim. Chunki huquqni bilish bilan birga ehtiyotkorlik ham zarur. Menga ko'p beriladigan savollardan biri. Pensiyam qayta hisoblanadigan bo'lsa, pul qachondan boshlab qo'shiladi? Bu masala aniq holatga, arzi sanasiga, hujjat taqdim etilgan vaqtga va qonunchilikdagi tartibga bog'liq. Shuning uchun siz ariza berganingizda aynan shu savolni ham yozma yoki og'zaki ravishda so'rang. Qayta hisoblash amalga oshirilsa, qaysi sanadan qo'llanadi? Shunda siz kutayotgan natijani aniqroq bilasiz. Yana bir savol. Hujjatim yo'qolgan bo'lsa nima qilaman? Bunday holatda arxivga murojaat qilinadi. Tashkilot yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman, shahar yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan korxonaning voris tashkiloti bo'ladi. Ba'zan sud orqali faktni aniqlash zarurati tug'ilishi mumkin. Lekin bularning hammasi hujjatga bog'liq. Shuning uchun birinchi qadam doim izlash va rasmiy so'rov yuborishdir. Yana bir savol. Men pensiyaga chiqqanimga 10 yil bo'ldi, endi kech emasmi? Men bunday savolga shunday javob beraman. Agar sizda yangi hujjat yoki avval hisobga olinmagan davr bo'yicha asos bo'lsa, murojaat qilib ko'rish kerak. Kech deb o'tirib qolmang. Lekin natijani faqat mutaxassislar pensiya ishingizni ko'rib chiqqandan keyin ayta oladi. Aziz opa-singillar, onaxonlar va farzandlar, bugungi asosiy fikr shuki, ayol pensionerlar o'z pensiya huquqlarini tekshirtirishdan tortinmasligi kerak. Yangi qulayliklar va amaliy tartiblar fuqaroga hujjatlarini aniqlashtirish, hisobga olinmagan davrlarni tekshirtirish, ariza berish va yozma javob olish imkonini kengaytirmoqda. Bu hamma uchun bir xil qo'shimcha pul degani emas, lekin ko'pchilik uchun muhim imkoniyat degani. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq hujjatlaringizni yig'ing, mehnat daftarchangizni tekshiring, farzand parvarishi va eski ish joylari bo'yicha savollarni yozib chiqing, keyin pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali murojaat qiling. Eng muhimmasini hujjat bilan qiling va arizangiz qabul qilinganini tasdiqlab oling. Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va albatta izohlarda yozing. Sizning pensiyangizda ham hisobga olinmagan ish staji yoki hujjat muammosi bo'lganmi? Bu videoni barcha ayollarga, ayniqsa onaxonlarga yuboring. Balki aynan siz yuborgan shu video bir ayolning o'z haqqini bilib olishiga sabab bo'lar.